Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida respublika hamda viloyat targ'ibot guruhlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarining oldini olish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy huquqiy choralar to'g'risidagi farmon mazmun mohiyatiga bag'ishlangan o'quv seminari tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari hozirgi lavhada. O'quv seminari davomida ta'kidlanganidek, ushbu farmon avvalo inson qadrini ulug'lash tamoyili izchil davom etayotganligining amaliy ifodasidir. O'quv seminari ishtirokchilari yoshlarni baxtli va zo'ravonliksiz oilaviy hayotga tayyorlash borasida mazkur hujjatda belgilab berilgan vazifalar xususida to'xtaldilar. Xalqimiz bu farmonni juda yaxshi kutib oldi. Buni hayotga tatbiq qilishimiz kerak. Bu har birimizga bog'liq. Farmonga ko'ra bolalar himoyasini davlat tomonidan kafolatlashning yangi bir mexanizmi joriy etilyapti. Unga ko'ra bolani fikri bilan hisoblashish, uni erkin o'sishi uchun sharoitlar yaratish, uydagi zo'ravonlik yoki ko'cha-ko'ydagi jamoat joylaridagi zo'ravonlikdan asrab-avaylash uchun davlatimiz javobgarlikni kuchaytiryapti va bu xalqimiz tomonidan juda yaxshi qabul qilinyapti. Zo'ravonlikka uchayotgan bola endi to'g'ridan-to'g'ri bir so'z tugmasini bosib, jabr ko'rayotgani to'g'risida ma'lumot berish mexanizmi yaratilyapti. Bolaning xulqiga, uning ma'naviyatiga ta'sir qiladigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, javobgarlikning eng yuqori darajalari, katta muddatlar belgilanyapti. Ota-onalarning aliment to'lashi bilan bog'liq bo'lgan masalalarda ham to'g'ridan-to'g'ri majburiy choralar, qat'iy choralar belgilanyaptiki, jamiyatda biror bir bola o'sha qarovsiz qolib ketishi, davlat, jamiyat, yaqinlar orasida e'tiborsiz qolishiga yo'l qo'yilmaydigan holat belgilanyapti. Farmonda erta turmush qurish holatlarini kamaytirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar belgilangan. Jumladan 2027-yildan boshlab 21 yoshda nikoh qurgan yosh oilalarni rag'batlantirish ham nazarda tutilgan. Yana bir yangiliklardan biri nikoh yoshi haqidagi normalar 21 yosh deb tavsiya etilyapti. Aslini olganda xalqaro tashkilotlarning tavsiyalariga qaraydigan bo'lsak, 24-25 yosh insonning hayot qurishi uchun optimal, ya'ni yaxshi yosh deb belgilanadi. 18 yoshga yetib yetmagan qizlarni o'sha erta nikoh holatlarini oldini olish, ota-onalarga, yaqinlarga va buni zo'rlaganlarga javobgarlikning qat'iy choralarni belgilash masalalari qo'yilgan. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarni ham kamaytirish, ularning ota-onalar oldidagi mas'uliyatini kuchaytirishga e'tibor qaratilyapti. O'quv seminarida e'tirof qilinganidek, yurtimizda talaba qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida ham qator qulayliklar yaratilmoqda. Farmonda yana talaba qizlarimizning ham huquqlari belgilab qo'yilgan bo'lib, unga ko'ra homilador talabalarimiz, 3 yoshgacha farzandi bo'lgan talabalarimiz ularga yaxshi sharoitlar yaratib, o'qishlarini qayta o'zlashtirish imkoniyatlari berilmoqda. Bunday imkoniyatlar kelgusida talaba qizlarimizning fanlarni qayta o'zlashtirib, yetuk mutaxassis bo'lib chiqishlariga xizmat qiladi. Prezidentimizning ushbu farmoni mamlakatimizda ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish tizimi xalqaro standartlarga muvofiqlashtirilib, erta nikohlarning oldini olish hamda oila institutini mustahkamlashga qaratilgan muhim huquqiy hujjat hisoblanadi.